har doim umrbod gaymarit bilan o'tasan degani emas. Sal gripp bo'lsam ketdi, meni konsertim boshlanadi, burnimda уже har safargi eski kasetam. Gaymarit kasalligi har doim ham yiring bo'lmaydi. Shu kista hisobiga gaymarit bo'lishi bor. Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan o'sha mashhur gaymarit kasalligi haqida gaplashamiz. Gaymarit o'zi nima? Gaymarit bu burun yondosh bo'shliqlari deymiz. Burnimizni oldida yuqori jag' bo'shlig'i bor, fan tilida gaymer bo'shlig'i deymiz. Shu bo'shliqda bo'ladigan yallig'lanish yoki o'zgarish jarayoni. Gaymarit o'zi kelib chiqish sabablari hamda turlari deymiz. Gaymarit kasalligida odamlarga har doim tushuntirishga harakat qilamiz. Avvalo, senda o'zi gaymarit bormi? Gaymarit bo'layotgan bo'lsa, qaysi turi bo'lyapti? Nima sababdan kelib chiqyapti degan narsani aniq qilib qo'yib olgin, davolashing oson bo'ladi deb turib tushuntirishga harakat qilamiz bemorlarimizga. Bemorlar bizga keladi, birinchi shikoyati assalomu alaykum doktor, meni gaymaritim bor, bezovta qilyapti degan boshlashadi. Gaymarit bo'lib qoldi degani yana bitta holatki, har doim umrbod gaymarit bilan o'tasan degani emas. Agarda videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, like va podpiska tugmasini bosing. Izohlarda savolingiz bo'lsa yozib qoldiring. Shaxsan o'zim sizga javob yozishga harakat qilaman. Sizda bir marta gaymarit jarayoni kuzatildimi? Keyingi safar ham albatta gaymarit bo'lmasdan qolmaysan degan narsa yo'q. Gaymarit avvalo ikkita turda bo'ladi. O'tkir gaymaritlar, surunkali gaymaritlar. O'tkir gaymarit shu qo'qqisdan hammamizda issiqjonimiz kuzatiladigan gripp, ORV kasalliklardan keyin bo'lib qolishi mumkin bo'lgan yallig'lanish protsessi. Bu vaqtda kerakli paytda o'rinli va to'g'ri dorilarni qo'llash kasallikni yengadi. Hamda qanchadir muddat, aytaylik, Alloh biladi, qanchadir muddatda qaytaranishingizni balki umrbod bo'lmassiz. Sizni bezovta qilmaydi, jarayon to'xtaydi. Surunkali gaymaritlar bor. Endi bunda bemor aytadi, men deydi, sal gripp bo'lsam ketdi, meni konsertim boshlanadi, burnimda уже har safargi eski kasetam. Burnim oqadi, burnim bitadi, burnimda qanaqadir noxush hid bor, burnimda aytaylik og'riq bor, yuzimda og'riq bor, egilganimda og'riq bor, isitma bor va hokazo. Shikoyatlarni aytishni boshlashadi. Shuning uchun ham biz aytamiz, avvalo gaymarit kasalligining sababini top. Qayerdan kelib chiqyapti, shuni top. Bizdagilarda odamlarda tushuncha borki, gaymarit bo'lib qoldi desa, doim yiringlab qoldi degan fikrni aytishadi. Gaymarit kasalligi har doim ham yiring bo'lmaydi. Bu yerda jarayon oddiy kataralniy holat deymiz. Shilliq, tupukka o'xshagan shilliq hisobiga ketadigan jarayonlar bor. O'sha hamma biladigan yiringlik jarayonlar bor. Ba'zida kista chiqadi, shu kista hisobiga gaymarit bo'lishi bor. Ba'zida polip o'sadi, ba'zida mog'or bosadi, zamburug' bo'ladi. Shuni hisobiga gaymarit bo'lishi bor. Ba'zida suyak noto'g'ri o'sishi bor. Turlari ko'p. Shuning uchun ham aytamiz, gaymarit o'zini qo'shimchasi bilan, o'zini sherigi bilan yuradi. Qanaqa gaymarit? Shu gaymaritga qarab turib tavsiya beriladi. Seni gaymaritingni davolash mumkin. Seni gaymaritingni faqat operatsiya bilan davolash mumkin yoki qaysidir gaymaritda biz aytamiz, bo'ldi, hech narsa qilma, oddiy burningni tuzli suvda chayqab tur yoki natriy xlorda chayqab turgan, yaxshi bo'lib qolasan, bo'ldi, tuzalasan. Bunga dori-darmon kerak emas deydigan paytimiz ham bo'ladi. Yuqorida aytganimizdek, gaymarit kasalligi o'tkir va surunkali bo'ladi. O'tkir kasallanish unaqa joy ko'p bezovta qilmaydi odamlarda. Onda-sonda bir qo'qqisdan ahyon-ahyonda og'riq qiladigan holatimiz bo'lsa, surunkali gaymaritlar qayta bemorlar bezovta qilaveradi. Shuning uchun ham uni ko'rsatkichlari bor, uni maxsus tekshiruvlari bor. Bemor endoskopiyadan o'tkaziladi, burun ichida qanaqadir anatomik o'zgarishlar yo'qmi, bular tekshiruvdan o'tkaziladi. Hamda qo'shimcha kompyuter tomografiyasi tekshiruvi o'tkaziladi, hamda yakuniy xulosa qilinadi. Shu vaqtda biz tavsiya beramiz, seni davolaymiz, seni operatsiya qilamiz, senga mana dorini yozib beramiz. Shuning uchun ham har doim burundagi bo'layotgan o'zgarishlarni o'zingiz mustaqil uy sharoitida davolashga harakat qilmasdan shifokorga murojaat qilgan ma'qulroq. Sabab sizda o'tkir holatda boshlangan yallig'lanish jarayoni vaqtida to'g'ri davolanmasa, surunkali holatga o'tishi hamda surunkali holatlarda ko'pincha yechim operatsiya bo'ladi. Operatsiya davolash taktikasini talab qiladigan darajaga kelishi ham mumkin. Shuning uchun ham gaymarit kasalligini o'z vaqtida
lor shifokori bilan davolagan ma'qulroq. Sizda ham agar burun yoki quloq yoki tomoq kasalliklari bezovta qilsa, klinikamizda kutib qolamiz. Andijonda Sog'lom avlod klinikasi 24/7 rejimida ish tashkil qilgan va hattoki yarim kechasi bo'lsa ham muammo bo'ladigan bo'lsa, tashrif buyurishingiz mumkin bemalol hamda professional ravishda davolash taktikalarini sizga tavsiya etishimiz mumkin. Yana ham batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va biz bilan bog'lanishingiz mumkin.